Boshlasizmi? Eng muhim savol. Argonli svarkani ko'p qilsa turmay qolarmish. Kommentariyada yozilishicha, ko'pchilik argonchiliklar yozishayotgan ekan, argon svarkasi bepushtlik keltirib chiqaradi. Azizlar, bepushtlik argon svarkasi keltirib chiqarmaydi. Xavfsizligiga rioya qilmasdan spetsodejda ishlamasangizgina shunaqa bo'ladi. Bo'lishi mumkin unda ham, lekin men o'zim eshitmaganman, chunki men taniydigan svarchiliklarni 60 ga borganlarni ham 60voy bo'lganlarni eshitganman, ya'ni bolali bo'lganlarni eshitganman. Bu argonni faqat alyumin svarka, atsinkovkaga o'xshagan o'zidan gaz chiqaruvchi metalli svarka qilganingizdagina zarar bo'ladi. Unda ham qachon bitishga bo'lmasa, o'sha tutab tursangiz siz ertalabdan kechgacha nafas olsangiz. Lekin unaqa jujuga nasreniyani buzadigan joylari yo'q. Xavotir olmasanglar bo'ladi. Xavfsizlikka rioya qilsanglar bo'ldi. Buni men sizlarga svarchik nomerlarini aytib olaman.